Bugun nima ovqat tayyorlashga o'ylanayotgan bo'lsangiz, bu retseptni hoziroq saqlab oling. Judayam kerak bo'ladigan retsept. Kattaroq to'g'ralgan tovuq go'shtiga tuz, ziravorlar, mayonez, tomat pastasi solib, yaxshilab aralashtiramiz. Alohida qozonda ko'pgina yog'ni qizdirib olamiz va yirikroq to'g'ralgan kartoshkalarni ham qizartirib qovuramiz. Bunda kartoshkani ichi pishishi shart emas, usti qizarib qovursa yetadi. So'ng suzib olamiz kartoshkalarni. Alohida qozonda ozroq yog' quyib qizdiramiz va marinovka bo'lgan tovuq go'shtini solamiz. Baland olovda go'shtni qizartirib qovuramiz. Ketidan to'g'ralgan piyoz, to'g'ralgan bolgarskiy va maydaroq to'g'ralgan chesnok solamiz. Yengil qovuramiz. Piyozlar biroz so'lganidan so'ng mana endi qovurilgan kartoshkalarni ham solamiz. Agar tuzi kam bo'lsa, tuz solsak ham bo'ladi. Endi 1 stakan tomatni sok quyamiz. Buni tomatni suv bilan aralashtirib tayyorlasanglar bo'ladi va pastroq olovga yarim soatga dimlab qo'yamiz. Va shu bilan taomimiz tayyor. Judayam mazali, non botirib yeyishli so'llikkina ovqat bo'ladi. Albatta tayyorlab tatib ko'ring. Oila a'zolaringizga ham yoqishi aniq. Retsept uchun layk va izoh qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.